Yevropada kamida 4000-5000 dollar sotiladi. Ebax Ismaladan tayyorlangan ofisni stol deysizlarmi, xon deysizlarmi, xuddi shunaqalarni o'zimizning vodiylik akalarimiz haqiqatda Xitoydan oldinda deyman. Birinchilardan bo'lib yasab qo'yishibdi. Kim O'zbekistonda yagona bo'laman, hammadan ajralib turaman desa, narx-navozi ham bitta skuterni puliga 4 santimetrdan oshiq qilib sasna daraxtni tevasiga Ebax tiklaydi surkashga. Tayyorlashgan, undan tashqari kichikroqlari bor, ya'ni xohlasangiz 6ligi 6 kishilik bo'ladi, ikkalasi bu 8 kishilik bo'ladi. Buni farqi faqatgina ko'rib turganlaringiz, bu ham xuddi tabiiy sasna bo'ladi. Orasiga tillolar kollaboratsiya qilib chiroyli vid berib qo'yishgan. O'zingizning kommentariyada belgilang 1, 2, 3 qaysi biri chiroyli hamda qaysi do'stingizga ilingan bo'lardingiz. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Narxi qaranglar, 900 dollar 6 kishiligi bo'ladi, 1,5 dollar va 8 kishiligi bo'ladi. Ko'rib turganlaringiz o'rtasiga mana shunaqa dengizni, suvni, toshlarni chiroyli qilib qo'yishgan. Kimga xuddi shu mahsulotlarimiz kerak bo'lsa, buni ham oyoqlari tayyor holatda, faqat hali uligi yo'q. Xolasa temirdan, xolasa yog'ochdan ham qilib beriladi. Past akalarimiz o'rnini qoldirdik. Toshkentgacha dastavkasi mutlaqo bepul. Voqada akalarimiz uchun narxni 50 yil yoki kelishlarga pastda berib aloqaga chiqa olasiz.